O'zbekiston. Markaziy Osiyo yuragi. Qadimiy shaharlar, ulug' tarix va buyuk sport an'analari. Lekin bugungi kunda bu yerda bitta so'z butun millat yuragini bir uradi. 19 million o'zbek hayajonda. Bitta so'z futbol va yana bitta so'z jahon chempionati. Biz bugun siz bilan o'zbek futbolining ajoyib tarixini, og'ir sinovlarini, buyuk galabalarini va hozirgi paytdagi oltin avlodini ko'rib chiqamiz. Eng muhimi esa biz siz bilan 2026 yilda Amerika qit'asida bo'ladigan jahon chempionatiga doir katta orzular va umidlar haqida suhbatlashamiz. Tayyor bo'ling. Bu hikoya sizni hayajonlantiradi. O'zbek futbolining tarixi Sovet davridan boshlanadi. Paxta Toshkent klubi 1960 yillarda Sovet ittifoqining eng kuchli klublaridan biriga aylandi. 1962 yilda ular Sovet ittifoqi kubogini qo'lga kiritdi. Bu o'zbek futbolchilarining birinchi katta tarixiy g'alabasi edi. 1991 yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Milliy futbol federatsiyasi tuzildi. Yangi yosh davlat, yangi orzu, yangi maqsadlar. Lekin boshlang'ich yillar juda og'ir bo'ldi. Moliyaviy qiyinchiliklar, tajribali murabbiylarning yo'qligi, xalqaro maydonlarda mag'lubiyatlar. Biroq o'zbek futbolchilari hech qachon taslim bo'lmadi. 2000 yillarning boshida esa vaziyat o'zgara boshladi. Yoshlar akademiyalari ochildi. Yangi stadionlar qurildi. Davlat sport sohasiga katta mablag' ajrata boshladi. 2010 yillarning o'rtalarida O'zbekiston futbolida yangi avlod yetishib chiqdi. Bu avlod boshqacha edi. Ular Yevropa ligalarida o'ynashdi. Ular xalqaro tajriba orttirdi. Ular jahon futbolining eng yaxshi futbolchilaridan o'rganishdi. Eldor Shomurodov Toshkentda tugilgan, Italiyada ulgaygan. U O'zbekistonning tarix bo'yicha eng ko'p gol urgan futbolchisi. 35 dan ortiq xalqaro gol. Kalyari klubida Serie A'da o'ynaydi. Uning kuchli zarbalari va havoda tutib olish mahorati raqiblarda vahima uyg'otadi. Abbosbek Fayzullayev 2003 yilda tugilgan. Atigi 22 yoshda. SKA Moskva klubi o'rtamiyonchisi. Uning dribling tezligi, ko'rish qobiliyati va yoshi bilan ajoyib o'yin ko'rsatishi butun Osiyoni hayratga soldi. Yevropa katta klublari unga qiziqish bildirmoqda. Jaloliddin Masharipov Paxta Toshkentning kapitani. Ijodkorligi va o'yin yaratish qobiliyati bilan mashhur. Uning bir lahzali qarorlari va aniq paslari ko'pincha g'alaba keltiradi. 2026 jahon chempionatiga yo'l oson kechmadi. O'zbekiston Osiyo saralash bosqichida kuchli raqiblar bilan bellashdi. Hind yarimozbekdagi davlatlar, Markaziy va Sharqiy Osiyo vakillari. Lekin Sredko Katanet boshchiligidagi o'zbek jamoasi bir chekinmasdan oldinga yurdi. Murabbiy Katanet Sloveniyani Yevropa chempionatida chorak finalga olib borgan, Iroqni boshqargan tajribali mutaxassis. Hal qiluvchi o'yinlar. Jamoaning jipsligini saqlab qolish. Millionlab o'zbek muxlislarining nayzali nigohlar ostida har bir o'yinda kurash. Va nihoyat tarixiy lahza. O'zbekiston jahon chempionatiga birinchi marta yo'llanma oldi. Bu shunchaki sport natijasi emas edi. Bu butun bir xalqning 40 yillik orzusi ro'yobga chiqqani edi. Vatan qo'shiqlari yangradi. Ko'chalar bayram bo'ldi. Kozlar yoshladi. Murabbiy Sredko Katanet O'zbekistonga Yevropa taktikasini olib keldi. Tort oldi, 3 orta 3 hujum. Tezkor qarshi hujumlar. Qattiq mudofaa.
Va hamma narsadan muhimi jamoaviy ruh. O'zbekiston terma jamoasida turli yoshdagi, turli klublardan kelgan futbolchilar bor. Lekin ular birgalikda maydonga chiqishganda bitta kuch bo'lib birlashadi. Bu birlik o'zbek millatining eng kuchli xususiyatlaridan biri. Darvozabon O'tkir Yusupov tajribali, ishonchli. Mudofaachi Sherzod Nasimov kuchli, qo'rqmas. O'rtamiyonchi Otabek Shukurov energiyali, bosimli. Hujumchi Xurshid Tursunov yosh, istiqbolli. Va barchangizga ma'lum ularga yetakchilik qiladigan o'sha ikki nom. Shomurodov va Fayzullayev. Ular shunchaki futbolchilar emas. Ular xalqning umidi, millatning iftixori. 2026 yil. Iyun oyining 15-kuni. San-Fransisko. Metlife. Stadioni emas, lekin unga teng ulkan arena. Va maydon o'rtasida. O'zbekiston terma jamoasi birinchi raqibini kutmoqda. Guruhida O'zbekiston bilan birga Avstraliya, Saudiya Arabistoni va yana bir jamoa. Statistiklar O'zbekistonning guruhdan chiqish ehtimolini 28% deb hisoblaydi. Lekin statistika hamma narsani ko'rsatmaydi. Futbolda mo'jizalar bo'ladi. 2002 yilda Janubiy Koreya chorak finalga chiqdi. 2018 yilda Xorvatiya finalga yetdi. Futbol tarixida kichik jamoalar buyuk g'alabalar qozongan. O'zbekiston o'yinga kirishganda ular shunchaki natijasiz qaytishga niyat qilmaydi. Ular g'alaba uchun keladi. Ularning har bir o'yini millionlab o'zbek ko'zi oldida bo'ladi. Har bir gol milliy bayram. Har bir mudofaa milliy qahramonlik. Samarqandda bir bola bor. U har kuni maktabdan keyin mahallasidagi kichik maydonga keladi. Uning poyabzali eski, topi yirtilgan. Lekin ko'zlari yonadi. U Eldor Shomurodov kabi bo'lmoqchi. Namanganda bir ota bor. U o'g'li bilan birga har futbol o'yinini ko'radi. U o'g'liga aytadi: "Ko'r. Bu o'zbek bolalari. Ular sening kelajaging." Toshkentda bir buvi bor. U futbol haqida ko'p narsani bilmaydi. Lekin televizorni yoqadi. O'zbek futbolchilarini ko'rganda uning ko'zi yiltirab ketadi. U biladi. Bu bolalar bizning faxrimiz. O'zbekiston 2026 jahon chempionatiga bir millatning umidini olib boradi. Bu shunchaki sport emas. Bu ozlikni tasdiqlash. Bu kichik mamlakatning ulkan orzulari. Bu o'zbek futbolining yangi erasi. Biz ularga ishonamiz. Biz ular bilan faxrlanamiz. Va biz ularning har bir qadamida yonimizda bo'lamiz. Chunki ular biz uchun o'ynaydi. Chunki ular bizning bolalarimiz. Chunki ular O'zbekiston. Oldinga O'zbekiston. Jahon chempionati bizniki.